Videomiz homiysi Zver.uz web sayti. Tashrif buyuring, eng so'nggi Android ilovalar siz uchun. Spirtli ichimlik ichish va chekishning ovqat hazm qilish a'zolariga ta'siri. Spirtli ichimliklar odam organizmining hamma hujayra, toqima va a'zolariga zaharli ta'sir ko'rsatib, turli kasalliklarga sabab bo'ladi. Iste'mol qilingan spirtli ichimlik avvalo me'daning ichki shilliq pardasini yalliglantirib, surunkali gastrit va me'daning yara kasalligini yuzaga keltiradi. Bu kasallikka uchragan odam qomining yuqori qismida achishish, ba'zan og'riq sezadi, zarda bo'ladi, kekiradi. Qovurilgan taomlar, shor yoki nordon ichimlik va taom iste'mol qilinganda bu belgilar ayniqsa kuchayadi. Spirtli ichimlik me'dadan qon tomirlariga soriladi va jigarga boradi. Jigarda spirtning parchalanishidan sirka kislota va boshqa zaharli moddalar hosil bo'ladi. Ular jigar hujayralarini yalliglantirib, surunkali gepatit kasalligiga sabab bo'ladi. Bunday kasallikka uchragan odamning ong qovurgasi ostida, jigar joylashgan joyda vaqti bilan og'riq seziladi. Yog'li taomlar iste'mol qilganda, tez yurganda, chopganda og'riq zo'rayadi. Ko'ngli ayniydi, ba'zan qusadi. Agar surunkali gepatit kasalligiga uchragan odam spirtli ichimlik iste'mol qilishni davom ettiraversa, jigar huj ayralarining ma'lum qismi zahar ta'sirida yemiriladi va ularning omiga biriktiruvchi toqjima hosil bo'ladi. Bu kasallik jigar sirrozi deb ataladi. Jigarning hajmi kattalashib ketadi, uning ish faoliyati esa mutlaqo buziladi. Ong qovurga ostida qattiqlashgan va kattalashgan jigar osilib turadi va u og'riydi. Bunday bemorning umumiy ahvoli og'irlashadi, ish qobiliyati pasayadi. Chekish eng zararli odatlardan biri hisoblanadi. Tamaki tutuni tarkibidagi nikotin, ammiak, karbonat angidrid, benzol kabi zaharli moddalar ogiz boshligidan boshlab odam organizmining barcha toqima va organlariga zararli ta'sir ko'rsatadi. Chekish ko'pincha ogiz boshligi, tomoqda har xil osmalar paydo bo'lishiga olib keladi. Tamaki tutuni tarkibidagi kimyoviy moddalar me'daning shilliq qavatini yalliglantirib, surunkali gastrit kasalligini keltirib chiqaradi. Tamaki tutuni ta'sirida ogiz boshligidagi sezuvchi nerv tolalari, ya'ni retseptorlarning sezuvchanlik xususiyati pasayadi. Shu tufayli chekuvchilarning ta'm bilish qobiliyati, ishtahasi pasayadi. Respublikamizda keyingi yillarda yoshlar o'rtasida nos chekish kabi zararli odat keng tarqalmoqda. Bu odatning tarafdorlari tushuntirishicha, go'yo nosdan atrof muhitga zararli tutun ajralmaydi va chekuvchi obkasiga tutun kirmaydi. Shuning uchun nos chekishning atrofdagilar uchun ham, chekuvchilar uchun ham zarari yo'q emish. Nosdan atrof muhitga tutun tarqalmasa ham, nos chekuvchi uni tuflab ifloslantiradi. Nosning tutuni bo'lmaganligi uchun chekuvchi obkasiga kirmagani bilan uning zaharli moddalari til ostidagi qon tomirlariga sorilib, qori orqali miya, yurak, jigar kabi hayotiy muhim organlarni zaharlaydi. Nosning erigan qismi ogiz boshligidan solak bilan yutib yuboriladi va u miya daychakka tushib, ularni zaharlaydi. Nos tamakining eng kuchli zaharli turlaridan tayyorlanadi. Tamaki tutuni tarkibidagi 3000 dan ortiq zaharli moddalardan tashqari nosga yana ohak, kul kabi zaharli moddalar ham qo'shiladi. Bu moddalar ogiz boshligida erib, solak bilan qo'shilib, qizilongach orqali oshqozonga tushadi. Shuning uchun nos chekuvchilarda ogiz boshligi, qizilongach va me'da raki ko'p uchraydi.